bir necha kun oldin yomg'ir boshlangunga qadar ma'lum muddat turli sabablarga ko'ra Toshkent shahrida ekologik vaziyat buzilib, bu ko'pchilikning haqli e'tirozlariga sabab bo'la boshladi. Shu sabab ahvolni o'nglash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Toshkent shahrida ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi maxsus farmoni tayinlandi. Farmon ijrosini nazorat qilish esa O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva zimmasiga yuklatildi. 2 dekabr kuni Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva raisligida Toshkent shahri va mamlakatimizning boshqa shaharlarida havo ifloslanishi bilan bog'liq vaziyatni barqarorlashtirish chora-tadbirlari bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Aynan mana shu yig'ilishdan keyin mamlakatimiz siyosati, ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga doir masalalarni butunlay buzib, tuhmat va yolg'on gaplardan iborat fikrlari bilan Saida Mirziyoyeva majlis o'tkazibdi degan istehzoli sarlavha bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari shaxsiga nisbatan qo'pol video lavha joylabdi. Bir necha kun oldin yomg'ir boshlangunga qadar ma'lum muddat turli sabablarga ko'ra Toshkent shahrida ekologik vaziyat buzilib, bu ko'pchilikning haqli e'tirozlariga sabab bo'la boshladi. Shu sabab ahvolni o'nglash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Toshkent shahrida ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi maxsus farmoni tayinlandi va u 25 noyabrdan kuchga kirdi. Ana shu farmonga binoan Toshkent shahridagi ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha tegishli chora-tadbirlar ishlab chiqildi va ularni amalga oshirish bo'yicha maxsus komissiya tashkil etildi. Komissiyaga ekologik vaziyatga daxldor barcha idoralarning rahbarlari va mutaxassislari kiritildi. Farmon ijrosini nazorat qilish esa O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva zimmasiga yuklatildi. 2 dekabr kuni Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva raisligida Toshkent shahri va mamlakatimizning boshqa shaharlarida havo ifloslanishi bilan bog'liq vaziyatni barqarorlashtirish chora-tadbirlari bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Aynan mana shu yig'ilishdan keyin mamlakatimiz siyosati, ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga doir masalalarni butunlay buzib, tuhmat va yolg'on gaplardan iborat fikrlari bilan Saida Mirziyoyeva majlis o'tkazibdi degan istehzoli sarlavha bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari shaxsiga nisbatan qo'pol video lavha joylabdi. Video postda ekologik vaziyatni yumshatish bo'yicha komissiya ishini boshqarish Saida Mirziyoyevaning ishi emas. Ekologiyani yaxshilash bo'yicha mazkur yig'ilishda u bergan topshiriqlarni hech kim bajarmaydi qabilidagi iddeolarni bayon etgan. Aslida ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha Saida Mirziyoyeva 24 noyabr kuni ham yig'ilish o'tkazgan edi. Shu kungi yig'ilishda administratsiya rahbari tashabbusi bilan maxsus guruhlar tuzilib, ular ekologik vaziyatni o'rganish va uni buzayotgan tashkilot va jismoniy shaxslarga nisbatan tegishli choralarni ko'rish bo'yicha keng ko'lamli reydlarni boshlab yuborishdi. O'tkazilayotgan reydlarda ekologik vaziyatni buzish holatlari aniqlanib, ularni bartaraf etish, holatni yaxshilash bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Ekologik vaziyatni nazorat qilish bo'yicha guruhlar a'zolari sutka davomida, ayniqsa bu vaziyat yaqqol ko'rinadigan tungi soatlarda shunday obyektlarga reydlar o'tkazishmoqda. Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar qisqa muddatlarda dastlabki ijobiy natijalarni bera boshlagani o'sha kunlarda Toshkent shahrida havoning ifloslik darajasi birmuncha pasayganligida yaqqol sezildi. Ko'rinib turibdiki, Saida Mirziyoyevada Prezident administratsiyasi rahbari lavozimida ishlash, ekologik vaziyatni yumshatish bo'yicha maxsus komissiyalar ishiga bosh bo'lish uchun yetarli boshqaruv salohiyati mavjud. Buni tushunish uchun Saida Mirziyoyeva biografiyasiga bir nazar tashlash yetarli. U juda yaxshi ta'lim olgan, mutaxassislikni chuqur biladi, davlat tilidan tashqari rus va ingliz tillarida mukammal gaplasha oladi. Avvalo, u nufuzli universitetlarda tahsil olgan. Jumladan 2006-yilda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetini tamomlagan. Keyin Toshkent davlat yuridik universiteti magistraturasida, undan keyin esa 2008-2010 yillarda
Moskva davlat universiteti magistraturasida tahsil olgan. Bundan tashqari davlatlarni strategik boshqaruv bo'yicha dunyoga mashhur olim, Rossiya Fanlar akademiyasining akademigi Vladimir Kvint ilmiy rahbarligida iqtisodiyot va xalq xo'jaligini boshqarish mutaxassisligi bo'yicha bevosita O'zbekiston Respublikasi materiallarida mintaqaviy ijtimoiy iqtisodiy strategiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirish metodologiyasini takomillashtirish mavzuida rus tilida nomzodlik ishi tayyorlagan va uni Lomonosov nomli Moskva davlat universitetida 2021-yil 25-yilda muvaffaqiyatli himoya qilgan. Demak, Saida Mirziyoyeva bevosita davlatni, uning mintaqalarini boshqarishni dissertatsiyasiga mavzu qilib olgan va aynan shu sohada iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasiga ega bo'lgan. Iqtisodiyotni boshqarish bo'yicha xorijiy va mamlakatimizning nufuzli jurnallarida ilmiy maqolalari va kitoblari chop etilgan va bu jarayon davom etib kelmoqda. Saida Mirziyoyeva yoshligidan otasining rahbarlik maktabi ichida yashadi va tarbiyalandi. Rahbarlik malakasi shakllanishda uning eng asosiy ustozi otasi bo'ldi. Saida Mirziyoyeva davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi hamda Moskva davlat universiteti strategik tadqiqotlar markazining ilmiy xodimi bo'lib faoliyatini boshlagan. Keyinchalik prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktorining o'rinbosari, Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisining o'rinbosari lavozimlarida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatgan. 2022-yildan prezident administratsiyasi ijroiy apparati, kommunikatsiyalar va axborot siyosati sho'basi mudiri, prezident yordamchisi bo'lib ishladi. 2025-yil 23-iyundan boshlab esa prezident administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlandi. Ko'rinib turibdiki, Saida Shavkatovna bu lavozimga kelguniga qadar katta hayot yo'lini bosib o'tgan. Mazkur lavozimda ishlatib, davlatlar va nufuzli xalqaro tashkilotlar rahbarlari, yirik siyosatchilar bilan uchrashmoqda va ularda o'zining salohiyati rahbar ekanligini namoyon qilmoqda.